Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zi bor. Hujjatlaringiz. Sizdan bo'lgan muloqot bu ekaningizga borib, buni bosib chiqdi. Do'kon faqat 10 ga edi. Yan texnik ürün, mevcut etmek istiyorum. Maşinesi 20 motor ekan. 20 motor. Texnik ürünü uchish kerak. Firmaning mashinasi 2 yil. 10 yoshga to'lguncha har 2 yildan uchmoqda edi. Keyin 1 yil o'tdi. Yurmagan o mashina. Ha? Yurmagan o mashina. Farqi yo'q. 26 da olindi-yu mashina. 26 olinsa ham olingandan keyin nomer taqqaningizdan keyin ko'zdan kechirish bo'ladi. Undan keyin texosmotordan o'tkazishingiz kerak 2 yil bo'ladi. Nimaga buni nima berishdi? Pasport nima berishdi? Pasport nima? Bu ko'zdan kechirganlikda o'sha transportning tegishli jihozlar bilan bor deb beryapti bu yerda. Kuzov raqami, jihozi, gibrid, balobatlar degan u texnik ko'rikka o'tmaydi u. U ko'zdan kechirishga o'tadi. Siz mashinani salondan olib kelganingizdan keyin ko'zdan kechiramiz o'shanga. Oldin bular hammasi o'zimizda bo'lardi, aka. Ha, hozir bu narsalarning hammasi anaqa o'tib ketdi. Tadbirkorlik. O'zingizga o'xshagan joyga. Hozir komandir ham protokol yozib oling. Ha, xos protokol yozib beryapti. Ismingiz nima aka? Ha? Ismingiz nima edi? Sardor. Sardor aka, menga xos protokol yozib bering. Xos protokolda chiqmaydi-yu keyin sizga 15 kunda anaqasi. Ha, ishdan chiqmaydi. Ana mana shu turibman. Xos protokol yozib beraver. 13'da. Hop. Telefon raqamingiz? 99lik. Aha. 879 879 22 19. 12 19. Yo'q, 22 19. Ha, 22 19. Kim bo'lib ishlaysiz firmada? Hech kim bo'lib ishlaydi. Ha? Hech kim bo'lib ishlaydi. Ha, firma o'zinglarning. Yo'q, firma o'zingniki emas. Ha, lizingoviy kompaniya-ku bu, kreditga olganman mashinani. Ha, kredit. Oddiy haydovchi bo'ladi. Saviyani topolmadingizmi? Yo, topdingizmi? Topdim. Xo'sh. 5-dekabr 2022 Yozdingizmi, shtraf?